Epladi jigarlar, epladi. O'zi bu tarkib bilan yutganini o'zi katta gap. Hattoki durang o'ynasa ham xafa bo'ladigan joyi emas edi. Chunki himoya juda ham nol edi. Yarimidan ko'p futbolchilar Kastiliyadan kelgan futbolchilar edi. Lekin baribir oxirida kapitanimiz Federico Valverde vaziyatdan olib chiqib ketdi. Juda ham xursandman g'alabadan, juda ham. Chunki agar durang bo'ladigan bo'lganda ham 2 ochko bizga minus bo'lardi va Barselonadan 6 ochkoga orqada qolayotgan bo'lardik. Qachon baqirarkanda kutyapsizlar? La Ligada umid uchqunlari bor, mashuncha, ko'p emas, mana mashuncha umid uchqunlari bor, harakat qilsa bo'ladi. Shu oxirida baribir Barselona bilan o'zaro o'yinga qaraladimi deyman chempionlik poygasi. Hozir baqiradi kusturibsizlar. Lekin nima bo'lsa ham amalladi jigarlar, qoyil. Xullas jigarlar, orqaga qaytish yo'q, oxirigacha kurashamiz. Keyingi raqib lekin kuchli bola qilib yuborishi mumkin bo'ladigan raqib Manchester City Bernabeuda Real mehmoni bo'ladi. Oxirigacha kutyapsizlar lekin baribir epladi jigarlar. Shunda ham baribir taqibchi rolidamiz. Ertaga mabodo Barsa yutqizib qo'yadigan bo'lsa ham, shunda ham farq 1 ochko bo'ladi jigarlar. Himoyaga keladigan bo'lsak, himoya juda ham yomon. Raul Asensio o'sha keraksiz patkatlar, shu keraksiz patkat bilan sariq kartochka ham oldi shu o'yinchi. Madridistlar sizlarni g'alaba bilan tabriklayman. Bitta like bosib, kommentariy yozib, madridistlarga Jonas Splash yurasizlar, podpiska bosishni ham eslashni qo'ymanglar. Salomat bo'linglar. Booyah, Milton Krashev, I'm in the sexy Babylon.